Hamma joyda avtokredit, penya va shtraf. Xalqimiz уже charchadi. Butun O'zbekistonni aylanib, oxiri Buxoroga keldim. Buni davosi bormi o'zi? Ha, otam, nima o'ylayapti? Nima bilding? Bormi og'riq? Dardingizga davo avtosalon bu, Haval Buxoro avtosaloni. Xullas, eng zo'r avtosalon qayerdaligini o'zingiz uchun bilib qo'yganingiz yaxshi. Rasrochkaga beryapman deb ko'p ham kibrlanavermang. Ro'za oyida qiynalgan oilalarimiz uchun Havalga chegirma qilmaysizmi? Bu qizga nima qilsak ham kam ekan. Mayli, ro'za Ramazon oyi uchun bayramday bo'lsin, Haval Juliolarimizga 20 million so'mgacha chegirmani e'lon qilamiz. Haval M6larga esa o'zini tan narxidan naqd 15 million so'm chegirmaga berib yuboramiz. Mayli zarar qilaylik, shu ro'za oyida savobi bizga tegsin. Haval H6 ga ham 15 million chegirma qilib bersangiz, Haval avtosaloni xalq tanlovi ekanligiga butkul ishonaman. Mayli, shu qizimiz xursand bo'lib ketishi uchun ham Haval H6ni 15 million so'm chegirmaga qo'yib beramiz. Bormi og'riq? Endi yo'q. Xullas, bunaqa legenda avtosalon Vlad Avtocity'da joylashgan Haval Buxoro avtosaloni. Mashinalarimizni chegirma yoki rasrochka grafiklari qiziq bo'lsa, kommentariyada Haval Buxorodan olaman so'zini yozib qoldiring.